Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlarini Wyoming shtatidagi Yellowstone National Parkiga sayohat qilamiz. Hozir biz mana Yuta shtatida ketyapmiz. Hozir bu shtatdan keyin Idaho shtati keladi. Demak, mana Idaho shtatidan ham o'tyapmiz. Bu joylar Idahodan shahar emas, albatta, chorvachilik bilan shug'ullanadigan chetroq joylari. Wyoming shtatiga ham yetib keldik. Bu Jackson deb nomlangan shaharcha. Men bu Jackson shaharchasiga kelganimda o'zimni haqiqatan Amerikaga kelgandek his qildim, chunki Nyu-Yorkda umuman bunaqa emas. Nyu-Yorkda faqat baland binolar, o'quv maskanlari, odamlar juda ko'p. Bu shaharcha umuman teskarisi ekan. Mana bu arkaga e'tibor beringlar. Mana shu arkalar bu 4 ta joydan bor ekan. Bu ichi park ekan. Demak, bug'uni shoxidan yasalgan arkalar. Men bu arkalarni ko'rib hayron qoldim. Shuncha bug'ular qirilib ketganmi desam, yo'q, bug'ular ular shox tasharkan. Xullas, biz bu shaharchada ovqatlanish uchun to'xtadik. Ovqatlanib bo'lib sayohatimizni davom ettiramiz, chunki hali Yellowstone'ga yetib bormadik. Bu videoni men oktyabr boshida olganman. Oktyabr boshida borganmiz, demak, havo salqin, yomg'ir yog'ib turibdi. Bu yerda xitoylik sayohatchilar ko'proq ekan. Xullas, sayohatimizni davom ettiramiz. Yellowstone'ga qarab yo'l olamiz. Mana Yellowstone'ning o'rmonlari boshlandi. Yellowstone National Parkga kirishni boshlaganinglarda pul to'lab kirasizlar. Faqat mashinada sayohat qilinadi. O'zining maxsus to'xtash joylari bor. Ana shu joyda to'xtab, tabiat manzarasini tomosha qilishingiz mumkin. Biz mana hozir mehmonlar to'xtash joyida to'xtadik. Amerikani Wyoming shtatini Yellowstone National Park Visitor Center'dan olyapman. Yellowstone'da juda ham ko'l ko'p, har xil nomlanadi. Bu aynan Yellowstone deb nomlanar ekan bu ko'l. Mana bu tabiatni qarang. Mana bu suvni. Yomg'ir yog'ib turibdi. Juda ham tinch, sokin. Mana bu suvning ovozini eshityapsizlarmi? Yomg'ir yog'ayotganini. Mana qaranglar. Mazza qilib chuqur nafas olinadigan toza havo, juda ham yaxshi joylar ekan. Suvdan qaytayotganda qarg'ani ko'rib qoldim. Bu qarg'ani qarang, odamdan qo'rqmasligini. Bu qarg'a kattagina ekan, go'yoki 300 yildan beri yashab kelayotgan qarg'aga o'xshaydi. O'zbekistondagi qarg'alardan mutlaq farq qiladi. Qarg'a ko'rmaganmizmi demasanglar bo'ldi. Xullas, sayohatni davom ettiramiz. Yo'l davomida hayvonlar chiqib qolishi mumkin. Ba'zida hayvonlarni videoga oldik, ba'zida ola olmadik, chunki mashina tez yuradi, hayvonlar o'tib ketib qoladi. Tulkini ham ko'rdik, ayiqni ham ko'rdik. Bizonlar ko'p ekan, kiyiklar ko'p. Yellowstone o'zining geyzerlari bilan mashhur. Hozir endi men sizlarga geyzerlarni ko'rsataman. Geyzerlarga ham yetib keldik. Ko'ryapsizlarmi, bu parlarni tepaga ko'tarilishini? Yerda suv bilqillab qaynab turadi va parlari tepaga ko'tariladi. Sayohatimizda davom etamiz. Men sizlarga hali yana geyzerlarni orolni ko'rsataman. Hozir mana yo'lda davom etyapmiz. Mana yo'lning chetini ko'ryapsizlarmi? Yana ko'l, daryolar chiqadi. Juda ham chiroyli manzara, lekin videoga unaqa tushmagan. Mana yo'lning chetida ko'ryapsizlarmi? Kiyiklarni uchratdik. Oh, it's okay. It's okay. Go ahead. Sayohatda davom etamiz. Mana geyzerlar ko'p joyga sizlarni olib keldim, o'sha geyzerlarning orolchasiga. Mana shu yo'ldan hozir pastga qarab yuriladi. Mana pastga kelyapmiz. Mana bu yerdan chiqayotgan bug'larni, mana suvlar qaynab chiqyapti. Hozircha periodini topmadim. Bu geyzer deyiladi. Ovoz ham eshitiryaptimi? Mana shunaqa island ekan, ostrov.
yerdan qanaqa suv qaynab chiqyapti. Hozir yana ham pastroqqa tushamiz. Mana yana sal pastroqqa tushdim. Lekin mana bunaqa maxsus yerlardan, ya'ni yo'llardan yurish kerak. Chunki ehtiyot bo'ling deb yozib qo'yilgan, bu taraflarga o'tish mumkin emas. Mana to'siqlar qilingan. Botqoqga o'xshab oyog'inglar kirib ketishi mumkin. Bu tarafi o'rmon. Narigi tomonlari tog' yonbag'irlari. Mana bu yerda archa kashtanlari bilan birga. Lekin shu qaynab turgan joydan o'zidan qanaqadir hid chiqarar ekan. Shu yerlarni yorilib buloqqa o'xshab qaynab turganini hozir yaqin olib kelib ko'rsataman. Mana shu inson 1877-yildan 1882-yilga bo'lgan davrga shu o'stirni ochgan. O'sha yillardan beri bor. Chipmunk. Potem Chipdale. nima olmoqda? Chipdale. Yo'q, chip. Chipendale. Chipmunk. Chipmunk. Chipmunk ekan. Olmaxonni kichkinalari. Chipidel filmi bor. O'shalar yurishgan ekan, yugurib. Hamma to'xtab tog' rasmiga olib, videoga olib ketyapti. Mana bu tog'larni qaranglar. Havosini eshitmaysizlarmi? Rosa havosi toza. Mazza qilib nafas olasizlar. Mana bu go'zallikni qarang. Bu tog'larni. Bu tabiat qo'ynini. Sayohatda davom etamiz. Uzoqda ko'ryapsizlarmi, uyi oldida kiyiklar turibdi. Yonida bug'usi ham bor. Bu joy o'zi kichkina qishloqqa o'xshagan joy. Kiyiklar aylanib yurgan shekilli. Maxsus qo'riqchilar qo'riqlab turishibdi va odamlarni kiyiklar tomonga o'tkazishmadi. Biz hozir o'sha kiyiklar turgan joyi qarama-qarshi tomoniga qarab yurdik. Bu yerda ham geyzerlar bor ekan, hamda tuzli tog' bor ekan. Hozir biz mana bu oq toshli tog'ga chiqamiz. Yo'llari bor o'zini. Hamma chiqib ketyapti. Biz ham qani boraylikchi, hozir kuzataylikchi. Nimalar bor ekan? Mana bu tarafda bu. Yaqinroq kelib ko'rsataman. Ularning oldida kiyiklar yurgandi. Hozir ekskursiya qilib yurgan asosan yosh katta insonlar. Yoshlar juda kam. Mana bu toshlarni qaranglar. Xitoy xalqi ekskursiya qilib yuribdi. Mana bu toshlarni qaranglar. Mana shu hozir ko'rsatayotganim bular hammasi tuzli tog'lar. Tuzli tog'. Qaynoq suv tushyapti. Hozir. Mana tepasidan. Shuncha suv oqyapti. Mana shu toshlarning ustidan suv oqib kelyapti. Mana qaranglar, oqib kelyapti. Oqib kelyapti. Mana. Excuse me.
Qarang, oqib ketyapti. Mana shu turgan tosh tagiga kirib ketyapti. U tarafga yo'q, u taraflar quruq. Qarang. Sayohat qilishda davom etamiz. Hozir biz Sharsharaga boramiz. Mana bu tog' yon bag'irlarida archalar juda ham ko'p ekan. Shundoq archalarning hidi kelib turibdi. Xuddi O'zbekistonning zominiga o'xshab. Shunaqa archalarning zo'r hidi kelyapti. Demak, Sharsharaga ham kelib qoldik. Ovozni eshitasizlarmi Sharsharani? Jardik. Sharsharani ham ko'rdik. Endi sekin qaytishni boshlaymiz. O'rmonlar juda ham ko'p. Osmonni qarang, qanaqa chiroyliligini. Ikki yon atrof o'rmon. Osmon chiroyli, tabiat juda ham chiroyli. Yo'lda juda ham ko'p daryo ko'llar uchradi. Juda ham chiroyli ekan-a. Suv oqishini sokin, zo'r oqyapti. Bu yoqda o'rmonlar. Naryoqda uzoqda. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Suv qaranglar. Mana shu tasvirga olgan videoyimni biz mashinada 2 kun yurib aylandik. Yomg'ir yoqqanligi sababli ko'p joylarga bora olmadik, ham ko'ra olmadik. Yo'lda qaytishimizda ayiq uchrab qoldi. Mana hozir e'tibor beringlar, bu naryoqda yugurib ketyapti qora ayiq. Ushbu video orqali Yellowstone National Parki haqida tasavvurga ozgina bo'lsa ham ega bo'lishingiz maqsadida sizga tasvirga olib ko'rsatdim. Sayohatimiz davomida ba'zi hayvonlarni videoga ola olmadik, shunday bo'lsa ham rasmga oldik. Bu o'sha rasmdan lavhalar. Mana bu bizon. Bizonni ko'rganimizda biz faqat rasmga ola oldik, mashinadan tushishga ruxsat yo'q edi. Mana azizlar, safarimiz ham nihoyasiga yetdi. Biz ham uyga yo'l oldik. Shunday qilib, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr salomat bo'ling.